Assalomu alaykum hammaga. Bugun kollagenga boy bo'lgan, quvvatga boy bo'ladigan ovqatlarimizdan bittasi no'xat sho'rayini qanaqa tayyorlashni o'rganamiz. No'xat sho'rayini tayyorlash uchun bizga kerak bo'ladigan masalliqlar: bular 2 kilo go'sht va mana shunaqa matalashga joyidan oldim. Bu ham taxminan 2 kilo bo'ldi. Go'shtimizni 1 kilosi lahm go'sht bo'ldi, hech qanaqa yog'i yo'q va yana 1 kilosi taxminan yog'liroq bo'lgan lahm go'sht oldim. Sababi shu qovurganimizda o'zini yog'i chiqib, ozgincha bo'lsa ham ovqatga maza berish maqsadida va 200 gramm no'xat. No'xatni bir kun oldin yutib qo'yganinglar yaxshi, bo'lmasam pishishi sal qiyinroq bo'ladi. Bu ovqatni qilishimiz uchun unaqa ko'p yog' kerak bo'lmaydi. Taxminan 50 gramm yog' soldim. Sababi yog'li go'sht oldim. Yog'li go'sht o'zidan ham yana yog' chiqadi. Shuni ham hisobga olishimiz kerak bo'ladi. 2 kilo go'shtimizni yog'siz lahm joyi bu mol go'shti, 1 kilo yog'liroq lahm joyi bu qo'y go'shti hisoblanadi. Matalashga ham bu mol go'shti hisoblanadi. Molni o'sha tiza sohasi, shu joyda kollagenlari juda ham ko'p bo'lgani uchun shuni oldim. Mana yog'li go'shtlarimiz yaxshilab qovurib olindi. Endi lahm yog'siz go'shtlarimizdan solib, yaxshilab uni ham qovuramiz. Bir xil rangga kirgandan keyingina keyingi etapga o'tiladi. Mana yaxshilab qovurib oldik. Bu yerda qovurishda hech ham tortinish kerak emas. Uzoqroq qovurib olsanglar yana ham yaxshi, chunki sababi mazasi o'sha ovqatga o'tadi. Qancha ko'p qovurilsa, shuncha mazaliroq ovqat chiqadi. Go'shtlarimizni yaxshilab qovurib olganimizdan keyin yutib qo'ygan no'xatlarimizdan solamiz. Bitta yaxshilab aylantirib olgandan keyin ustiga suv solamiz. Suvni qozon to'lguncha solindi. Endi qaynab chiqishini kutamiz. Qaynab chiqqandan keyin ko'piklarni yaxshilab tozalab tashlaymiz. Endi shu joyda eng asosiy bilishinglar kerak bo'lgan joyi bu tuzni darhol solmaslik. Yaxshilab no'xatlarimiz pishishi kerak. Bunga taxminan 1 soat, 2 soatcha vaqt o'tishi kerak. 1 soat, 2 soat qaynab yotursin. Tuzni agar vaqtli solib qo'yadigan bo'lsanglar, tuz o'sha no'xatga shim olinishi hisobiga no'xatimiz qattiq bo'lib qoladi, yaxshi pishmay qoladi. O'shaning uchun oldin 1-2 soat pishirib olib, keyingina tuzi solinsa effekti bo'ladi. Bu ovqatimizni qilish unaqa qiyin ish emas. Ko'rib turibsizlar, bitta go'sht qovurib turib, keyin ketidan no'xatni solib, suv solib qo'yilsa bo'ldi. Lekin bu yerda eng qiyin joyi uzoq vaqt qaynashi. Mana 2 soat ovqat qaynagandan keyin endi tuzni solamiz. Tuzni shu ovqatimizga mo'ljallab turib, taxminan 30 gramm soldim. Bu kichkina qoshiqda 6 ta qoshiq hisoblanadi. Ovqatimiz qaynashda davom etadi. Yana 1 soat qaynagandan keyin endi o'sha matalashga joylarini alohida ajratib olamiz. Sababi уже bu pishib bo'ldi. Endi u ovqatda qoladigan bo'lsa, qaytanga ovqatimizni pishishiga sal xalaqit qiladi. Shuning uchun ularni alohida ajratib qo'yamiz. Ovqatimizni o'rta olovdan sal pastroq qilib turib, qaynashda davom ettirib qo'yaveramiz. Ustini yopib qo'ysanglar ham yaxshi, ochiq tursa ham bo'ladi. Endi bu yog'iga ochib qo'yilsa yana ham yaxshi, sababi o'sha ichidagi suvlari hammasi parlanib ketib, tagidagi yog' qavati qolguncha qaynashi kerak bo'ladi. Ana o'shanda ovqatimiz juda ham shirali bo'lib pishadi. Bundan tashqari, o'sha matalashkasini ajratgandan tashqari yana yog'li go'shtlarimizdan ajralgan yog'larini ham alohida qilib qo'yyapman. Sababi o'sha ovqatimizni suzayotganda alohida to'rab turib, ustiga chiroyli qilib suzilsa yana ham yaxshi. Masalan, kimdir yog'li joyini yoqtirmaydi, kimdir o'sha matalashkadagi paylarini yoqtirmaydi. Unda faqat no'xat sho'rayini o'zini suzib yeyaveradi. Agar kimgadir yoqadigan bo'lsa, ularni qo'shimcha yana suzib olishi qiyin hisoblanmaydi. Matalashkadagi paylarni yaxshilab ajratib olamiz va to'rab tashlaymiz va ajralgan yog'larni ham mayda-mayda qilib to'rab qo'yamiz, suzishga oson qilib. Mana ko'rib turganinglardek, ovqatimizda suv deyarli qolmadi, faqatgina yog' bilan o'sha masallig'imizning o'zi qoldi. Endi bemalol ovqatimizni suzsak bo'ladi. Kimgadir o'sha boyaga aytilgandek yog'li sohasi yoki o'sha payli sohasi yoqmaydigan bo'lsa, faqatgina ovqatni o'zini suzib turib yesa ham bo'ladi. Juda ham mazali chiqdi. Hammaga yoqimli ishtaha. Kelajakda yana qanaqa ovqatlar qilish kerakligini kommentariyalarda yozib qo'yishingizni tilaymiz.